o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydigan qo'pol so'z tuylar. Shunchaki uyda o'tirib chang-pol artib ketishni xohlamayman, o'tib ketishni xohlamayman. O'zbek kelini karyerasini qurishi uchun o'tiladigan barcha zinapoyalardan muxlisi o'tib chiqqan. Homiladorligim menga xalaqit bermaganda, shu kasbimni sevganimdan, chunki rostdan ham og'ir payt bo'lgan. Bu sinovga sababchi bo'lganlar balki meni ko'rishar. Hozir o'sha sababchi bo'lganlarga adoshi rahmat deya olaman. Eplimanmi, yo'qmi, erim ruxsat beradimi, yo'qmi? Shunaqa. Hamma Qarshiliklar rosa ko'p bo'lgan. Qarshiliklar rosa ko'p bo'lgan, lekin ichimda depressiya paytida men kimman? Qayerga qarab ketaman? Meni orzularim nima edi? Muxlisa kim edi? Meni podдержка qilishmaydi, meni podдержка qiladigan odam yo'q deyshadi. Lekin eng yaxshi erlar ham boshidan o'zidan o'zi davay men san podдержка qilaman, san zo'r bo'lib ket demaydi hech kim. Muhtojligim yo'q ya'ni. Lekin qanaqa qilib shu qattiq qo'l erni o'zim boqolayman deydigan erni qanaqa qilib siz ko'ndirib, o'zingizni ham orzularingizni amalga oshirishga ko'ndira olasiz? Bu loyihada Gigo akademiyasi o'quvchilarining yo'li, qiyinchiliklari va natijalarini ochib beramiz. Bu video sizga rivojlanish va harakat qilish uchun motivatsiya beradi. Oxirigacha ko'ring va fikringizni izohda yozib qoldiring. Hammaga assalomu alaykum. Hammasi Gigodan boshlanadi podkastimizni navbatdagi mehmoni bilan tanishtirmoqchiman. Bu shogirdim, menimcha dinozavr davridan beri Gigoda borlar. Birinchi hozir masalan 6000 dan ortiq qizlarni o'qitgan bo'lsak, Gigoni birinchi 100 taligiga, balkim даже 50 taligiga kiradigan shogirdim, Muxlisa. Assalomu alaykum. Muxlisa. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Muxlisa Tohirova 2019-yil Gigo showroomda shogird sifatida faoliyat boshlagan. Bir muddat farzand tarbiyasi bilan shug'ullanib, 2024-yil Gigo moda akademiyasini qizil diplom bilan tamomlagan. 2025-yil fashion showda o'z kolleksiyasi bilan ishtirok etib, yordamchi ustoz sifatida ish boshlagan. Shu yil Istanbul moda akademiyasida ham malaka oshirib, hozirda Gigo moda akademiyasida baza kurs ustozi sifatida faoliyat yuritmoqda. Sizdan intervyu olaman deb o'ylamagandim. Men ham intervyu beraman deb o'ylamagan edim. Va nihoyat shu kunlar keldi. Keldi. Hozir Gigo moda akademiyasida faxrli ustoz rolida o'ynayaptilar. Ish qilyaptilar, ish faoliyatlarini olib boryaptilar va hozirgi paytda ustoz darajasiga kelgunizcha ancha yo'lni bosib o'tdilar. Ancha, juda ancha. Chunki bugungi intervyumizda ko'proq kelinlarga yaxshigina motivatsiya bo'ladi deb o'ylayapman. Bu oldingi intervyularimiz ko'proq qizlarga bo'lgan bo'lsa, bu gal kelinlarimizni yaxshilab ko'ringlar buni. Chunki aynan o'zbek oilasidagi kelini karyerasini qurishi uchun o'tiladigan barcha zinapoyalardan muxlisi o'tib chiqqan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Shunaqa desak ham bo'ladi. Ham podдержкали erdan, ham qattiq qo'l, ham podдержка qiladigan. Har tomoni bor. O'zbekona qaynona, uy, bola, chaqa, homiladorlik. Siz aytgancha sizdan 2 qatvoy derdimi? Ha, meni 2 qatvoy deb chaqirardingiz, chunki men siz oldingizga shogird bo'lib kelganimda, o'sha homilador edim. Homilador paytim edi. Unda aytayliklar hech kim bilmagan, chunki hali kichkina srokda bo'lganmiz. Keyin o'sha srogim yaqinlashganida keyin shogirdlikdan chiqib ketganman, majbur bo'lib. Yo'qsa yuravergan bo'lardim. Siz bilan lekin yorqinmanda xotiralar juda ko'p qolgan. Shuning uchun ham hozirgi paytda ham komandada boshqa ustozlar bilan qiladigan muomalamchalik sizda qila olmayman. Qanaqadir sizda boshqacha yaqinlik bor. Mana tonki hazillarimiz sichib qolasiz. Kecha nima dedim? Dumbledore dedimmi? Shunaqa oddiy o'zimizga faqat tushunadigan hazillarimiz bor, tushunib qoladilar, chunki eski paytdan beri borlar. Muxlisi birinchi navbatda qanaqa kelib qolgansiz, shuni aytib. Birinchi navbatda men sizni uyda o'tiradigan kelin paytimda Instagramda kuzatardim. U paytda Shahristonskiyda, Shahriston metrosida ishlardingiz. Top dizaynerda g'olib bo'lib chiqqan edingiz. Tunni kuzatardim, chunki meni ichimdagi bolaligimdagi kasbim bo'lgan. Juda ham yaxshi ko'rib kuzatardim.
o'g'lim hali kichkina edi, birinchi o'g'lim, hozir 10 yoshga to'ladi, lekin u 1,5 yosh bo'lgan o'sha paytda. 8 yil oldi. O'sha paytda 1,5 yosh bo'lgan, borganman shogirdlikka, lekin menga Shahristonskiy uzoqlik qilgan. Men Ko'kchada turaman o'zim. Shahristonskiy menga uzoq, lekin ichimda yonyapti, kasbim, sevaman, borgim kelyapti. Uzoqlik qilgan. Keyin oradan etga bora olmaganman, uzoqlik qilgani uchun orada vaqt o'tgan. Ko'kchaga ko'chib kelgansiz. Qarang, siz uchun ko'chib kelgan ekanmiz dedi. Kelgan chiqqanman deb shogird olishga e'lon bergansiz. Shogird olyapman debdi. Xursandman. O'g'lim bog'chaga chiqqan o'sha. Ikkinchisiga homiladorman yana-da. Keyin yo'q chiqmasam bo'lmaydi. Chiqmasam bo'lmaydi. Endi chiqmasam bo'lmaydi. Chiqsam oldingizga manshetga keldim. Endi ham chiqmaysizmi degansiz. Keyin yo endi rostdan ham chiqmasam bo'lmaydi deb chiqqanman shogird bo'lib. O'sha to farzandim dunyoga kelguniga qadar o'sha yerda yurganman, bir 4 oy 5 oycha yurganman. Hamma 3 oy shogird bo'ladigan bo'lsa, men 4 oy 5 oy yurganman. Bu paytda 3 oylik shogirdga olardingiz. 3 oylik shogirdlikka $500 olardim o'sha paytda. Juda ham men bilan bir xil dizaynerlar ko'p edi. O'sha 3 oylik shogirdlikka $500 dan oladigan почти ko'p hamkasblarimda bir xil olinardi. Menda o'zimga o'xshaganlar turib kelishardi. Nuqul. Esimda o'shanda turmush o'rtog'ingizga, ya'ni printechga paket qildirganman. $250 ni naqd berganlar, qolgan 250 ni obmen qilganmiz. Obmen qilganmiz. Paket bilan. Turmush o'rtog'ingiz shu yerda ham biznesmenlar ekan. Tadbirkorlik qilgan. Juda ham tadbirkorlik qilganlar. Keyin uni ketidan yana paketlar ulanishni boshlagan. Sizni o'rtoqlaringiz berish boshlagan. U ham bir xayrga bo'lgan. O'sha paytda homiladorman, lekin ichimda energiya qaynardi-da. Qaynardi. Chopib yurardim-da. Qo'rqib, "Yo'qotvoy to'xta." Shunaqa yurardingiz-ku. Bo'ylaringiz ham baland-ku. Homilador paytingizda battar katta bo'larsiz, lekin esizdami? Eronga cho'pon tikkanimiz, 18 ta Eronga cho'pon tikkanmiz. O'shanda glavniy rolda shu muxlisi homilador paytida siz bo'lgansiz. Bir anchasini siz tikkansiz. Davay oling degansiz. Men u zakaz olishga qo'rqqanimda oling deganlar va haqiqatda kichkina srokda Eronga 18 ta 3 kunmi 4 kundami juda qisqa vaqtda tindirmay o'tirib tikardik. Lekin o'sha paytda shunaqa maza qilardim, o'sha narsadan homiladorligim menga xalaqit bermaganda, shu kasbimni sevganimdan nabarot energiyam qaynardi-da. Hozir o'sha farzandim shunaqa giperaktivniy bo'ladi. Shunaqa giperaktivniy bo'lib, ta'sir qilar ekan onani, naqasi ta'sir qilar ekan farzandlarga. Shunaqa giperaktiv bo'lib. Keyin undan keyin dekretga chiqib ketdim, uyda qoldim. Ancha yo'q bo'lib ketdingiz. Karantin boshlandi. Karantinda orada sinovli, men uchun o'tish qiyin bo'lgan perioddan o'tdim. Bitta chuqur nafas olmasam bo'lmaydi, chunki rostdan ham og'ir payt bo'lgan. Bu sinovga sababchi bo'lganlar balki meni ko'rishar. Hozir o'sha sababchi bo'lganlarga adoshi rahmat deya olaman. Chunki bilasizmi, ana sinov kelganda odamni o'sish nuqtasi bo'lar ekanda. O'sha nuqtadan keyin men ko'tarilishni boshladim. O'zim ustimda ishlashni boshladim, psixologiyaga o'qidim. Xullas, har tomonlama yo'llar ochilib ketdi. Tupikka kirib qolgan odam bo'ladi-ku, xuddi tuman bo'lib qoladi. Yo, bu dushim, endi nima qilaman degan narsada tuman ko'rinadi ko'zimning oldida. Shunaqa payt bo'lib qoldi. Yo'l qidirishni boshladim. Siz istoriyalar qo'yardingiz, dalish kuzatardim. Shogirdlaringizni qo'ysangiz, rashkim kelardi. Nimaga bular anaqa qilib yuradiganlar-da debchi, ana to'g'liga olib chiqardingiz, boshqa qilib bo'lardi-da. Keyin menga ora-orada motivatsiya berib yozib turardingiz. Anaqa bir rasm qo'ygansizda, esimda bor. Erkak kishi bilan ayol kishi karyerasi uchun cho'ffatdi-da. Ayol kishining qo'lida bolasi bor. Uy bit, yana uy yumushlari shunaqalar bilan cho'ffatdi, erkak kishi o'zi cho'ffatdi-da. Lekin men shunaqa chopolmayman deb yozganman sizga bir martada. Siz aytgansiz, yaxshi ot keyin chopadi deb. Alhamdulillah, shunchasi oqladim deb o'ylayman. Ha, rostdan ham keyin chopsa bo'lar ekan, imkoni bor ekan. Shunchaki o'zimizda kuchli xohish, intilish bo'lishi kerak ekan. Demak, o'sha paytda qarang, bunaqa depressiyaga, bunaqa qiyinchilikka bizani o'zbek ayollarini juda ko'p
ko'pi tushadi. Turmushga baribir katta xayollar bilan, orzular bilan tushishadi va juda ham ko'pchiligi baribir o'zbekchilikda baribir bizda udumli, an'analar baribir qattiqroq bo'lgani uchun ko'pincha sal yopilib, bekilib depressiyaga tushib qolishadi. Shunaqa bo'lganman, depressiyaga tushganman. Endi kasbimni davom etolmaymanmi, yo'qmi? Ancha uyda o'tirib qoldim. Orada vaqt o'tdi. Tikmay qo'yganman, misol uchun, davom etolmaymanmi, yo'qmi? Keyin chiqqim kelyapti. O'sha olov qaynashni boshlayapti yana ichimda. Farzandlarim o'sha ketma-ket tug'ruq bo'lgan. Menda ikkinchimdan keyin uchinchim orasi yaqin bo'lgan. Juda ham bolalarimni katta qildim, bog'chaga berdim. Alohida ko'chib chiqqanmiz, o'sha keyin yana o'qish xohlaganman. 3ta bolangiz bor. 3ta bolam bor. Eplaymanmi, yo'qmi? Erim ruxsat beradimi, yo'qmi? Shunaqa. Hamma qarshiliklar rosa ko'p bo'lgan. Qarshiliklar rosa ko'p bo'lgan, lekin ichimda o'sha kasbimga bo'lgan muhabbatim yonyapti. Men nimadir qilishim kerak. Shunchaki uyda o'tirib, balki bu o'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydigan qo'pol so'z tuylar. Shunchaki uyda o'tirib chang-pol artib ketish xohlamayman, o'tib ketish xohlamayman. O'sha imенно depressiya paytida men kimman? Qayerga qarab ketyapman? Mani orzularim nima edi, muxlisa kim edi degan narsalar aylanishni boshladi. O'sha paytda yana yozdingiz, chiqing, o'qing. Xuddi anu jarlikka qarab ketayotgan odamga paday ruku deb bo'ladi-ku. Qo'lingni berdim, bunday yig'ib olib chiqiladi-ku. Oldinrog'ida davay chiqing demaganman. Lekin imенно vaqtida, vaqtida kelar ekan shu narsa. Shunaqa paday ruku deydi-ku, shunaqa xuddi anu ekstremalniy kinolarda anu jarliklarga tushayotganda qo'l berimda tortib olib chiqishadi-ku. Shunaqa odamdek anaqa qilgansiz-da, menga munosabat qilgansiz. Keyin turganman, harakatni boshlaganman, o'qidim, alhamdulillah. Muxlisa qarang, haqiqatda hammamizni yoshlik paytimizda, qizlik paytimizda, kichkina paytimizda orzularimiz osmon bo'ladi-da. Ayniqsa juda ham masalan o'g'il bolalarni yoshligidagi prosta xayolidagi orzusi kosmonavt bo'laman, uchuvchi bo'laman bo'lsa, qizlarni deyarli hammasiniki dizayner bo'laman deb aytishadi. Juda ham ko'pi dizayner bo'laman deydi. Hozir masalan o'sha yoshligidagi orzuyida hozir doktor bo'lib ishlashayotgandir yoki kassir bo'lib ishlashayotgandir, ustoz bo'lib ishlashayotgandir. Juda ham ko'p qizlarni yoshligida dizayner bo'laman degan orzusi bo'ladi. Kiyimli tikaman, kolleksiyam chiqadi degan va hayotda qanaqadir o'zbekchilik deymizmi yoki qanaqadir ayolni imенно erkaklardan ko'ra pastroq anaqadigisi deymizmi, pog'onadigisi deymizmi, bu orzularni hamma ham bundoq yopib tashlagan bo'ladi-da. U yopilgan orzularni siz shu kelinlik ham homiladorlik ketma-ket o'zbekcha oila, qaynona, uy, hovli, joy hammasini eplab turib podiumga o'zingizni kolleksiyangizni olib chiqib kichkina muxlisani orzusini oshirganingiz, amalga oshirganingiz bu katta narsa-da, haqiqatda. Katta narsa, juda katta narsa. U etaplardan o'tish ham oson bo'lmagan, hammani ko'ndirish oson bo'lmagan. Hech kim ideal bo'la olmas ekan, harakat qilasiz, to'g'ri, lekin menda ham joy kelsa ba'zida ishlarim qolib ketib qoladi, chala bo'lib ulgura olmayman. Uy ishlari. Ba'zida hammani qo'ynini birdek ola olmayman, har doim ham yoqa olmayman, jahliga chiqishar. Lekin ularga sabr qilib, xo'p deb iloji boricha ko'ndirishga, yaxshi gapirib, rozi qilishga harakat qilib. Qarang, juda ham ko'pchilik kelinlarni anaqasi shuda, meni podдержка qilishmaydi, meni podдержка qiladigan odam yo'q deyshadi. Lekin eng yaxshi erlar ham boshidan o'zidan o'zi davay men sen podдержка qilaman, sen zo'r bo'lib ket demaydi-da hech kim. U o'zimizga bog'liq, to'g'rimi? Ba'zi kelinlarcha kutib o'tirishadi ayollar. Meni kimdir podдержка qilsin, keyin yoki bo'lmasa mazza qilib meni podдержка qilishmayapti-da yoki shundan ham zo'r bo'lib ketadi deb o'tirishadi. To'g'ri. Bunga masalan siz qanaqa qilib erishdingiz? Endi meni o'zimning hayot yo'lim boshqacharoq. Men o'sha majburlikdan o'sha paytda bo'lib ketgan. Sizda uyda masalan eringiz sizni boqar edi bemalol. Pul taraflama unaqa katta nimalar yo'q edi, muhtojlik tarafinglar. Yaxshi oila, bola chaqangiz bor. Bundoq tashqaridan qaraganda вообще idealniy oila. Siz ishlashingizga umuman nima yo'q edi. Muhtojligim yo'q ya'ni. Lekin qanaqa qilib shu qattiqqo'l erni, o'zim boqolayman deydigan erni qanaqa qilib siz ko'ndirib, o'zingizni ham orzularingizni amalga oshirishga ko'ndira olasiz? Menimcha, meni ichimdagi qiziqishim, energiyamni ular ko'rganlar ko'zimda, intilishimni ko'rganlar, talpinishimni ko'rganlar. To'ppa-to'g'ri, ko'pchilik ayollar
o'tiraveradi, o'zinikini yopib, ruxsat Orzularini. berishmasa, yopib o'tirishadi. bahona ruxsat Ha, berishmadi. ruxsat berishmadi. Ruxsat olsa bo'ladi. Harakat qilib, shu o'zingizdagi qiziqishingizni ko'rsata bila olishingiz kerak, isbotlab qo'yish kerak, menimcha. Bizda ayniqsa o'zbeklarda isbotlab qo'yish juda kuchli ishlaydi. Nimadirlarni ko'rsatib. Isbotlab qo'yish deganda men ko'pincha aytamanki, birinchi sizni поддержка qilishligisiga ozgina bo'lsa ham o'zingiz nima qiling, nimadir tikib ko'rsating yoki bo'lmasam uy ishini eplang. Bir xil erkaklar nimaga ruxsat berishmaydi, erlarimiz aynib ketadi, qo'liga pul tushsa ayniydi, ishlasa o'ziga qarasa ayniydi deb o'ylashadi. Lekin men ko'pincha aytaman, o'sha aynishiga ham qo'yib beraylik. U aynishidan bitta ikkita ayniydi-da, unda aynisa ham mana yonida xunuk ko'rinib qoladi, uyalib qoladi, o'ziga keladi. Aynishdan ham to'g'irlanib qoladi-da. Lekin ko'pchilik o'sha zo'r bo'lib ketsa, aynib qoladi degan nima bo'ladi? Sizlar o'sha aynimasligini ko'rsatib beringlar. Ham u yeyishini oldingidan zo'rroq qilib, muomalani oldingidan zo'rroq qilib ham ishlayotganda. Endi boshqa ilojimiz yo'q-da, u kurashib o'tirishimiz mumkin. Nima erkaklarda osonroq, ayollarda qiyinroq deb kurashib umrimiz ketishi mumkin yoki prosta shu mentalitetga moslashishimiz mumkin. Moslashib turib, oldinga ishlayapsiz, o'qiyapsiz, oldingidan yaxshiroq bo'ling, muomalangiz, ishlaringiz, qaynanangizga muomalangiz, e'tiboringiz, bolalaringiz bilan chiqishingiz, hammasi oldingidan yaxshiroq bo'lsin. Mashina o'zi isbotlash deb o'ylayman. Shunaqa. Bu o'rinda rahmat ham aytib ketishim kerak. Albatta, chunki Sardorga. xo'jayinimlarga rahmat aytib ketishim kerak. Hamma ham xuddi shunaqa поддержка qilmaydi. To'g'ri, urushadigan joylari ham bo'ladi, jahllar chiqadigan joylari ham bo'ladi, talab qilib oladigan joylari ham bo'ladi. Bu norma holat deb bilaman. Lekin eng katta поддержкам shu xo'jayinimlar har doim tankada aytirib beradilar. Tankada aytirib beradilar rostdan ham. Ayniqsa o'zlari bilan birga meni rivojlanishimni rosa xohlaydilar. Hozir oldingi muxlisadan ko'ra, o'sha sinovli paytdagi muxlisadan ko'ra hozirgi muxlisani ko'proq hurmat qilib, ko'proq yaxshi ko'radilar deb o'ylayman. Chunki erkaklar bilan birga rivojlangan ayollar eri bilan chiqishi, munosabati, hamfikrligi zo'r bo'lar ekanda. Shuning uchun ham men hamma ayollarni хотя бы hobbisi bo'lishini, uyda o'tirgan joyda ham hobbisi bo'lishini, nimadir kitob o'qishini, nimadirga qiziqishini, o'zi uchun onlayn bo'lsa ham kursda o'qishini, o'zini rivojlanishini tavsiya qilgan bo'lardim. Ko'chaga chiqa olmaydigan darajada ham hozir internetlar rivojlangan, kitoblar olib o'qisak bo'ladi. Endi oldingi darajada hozir qattiqlik yo'q, menimcha. Ayniqsa bizning muhitimizda, ayniqsa Gigu Moda Akademiyasida eng ayollar uchun eng ideal sharoit deb bilaman-da. Chunki agar shunaqa sharoit bo'lmaganda, men o'zim ham pozolayat qilmagan bo'lardim bu yerda ishlashga. To'g'risi, shu o'zim o'g'riqimdan kelib chiqqanda bu. Mana adamlar masalan hamma joyda ham ishlatmasdilar, hamma joyga ham qo'ymasdilar bizani. Maktabdan kelayotganimizda hamma o'rtoqlarim, bolalar, qizlar aralash kelsa, men alohida orqada ajralib kelardim-da. O'sha narsa qonun bo'lib yozilib qolganda, ana erkaklar bilan aralash qanaqadir joyda o'zim o'qolmaganim uchun bunaqa oilalar ko'p bizda. Gigu Moda Akademiyasida aynan shu muhitni yarata olganmiz-da. Shuning uchun zo'r dizaynerlar, nimalar, o'g'il bolalar o'quvchilar esa so'rashadi. Opa, ayniqsa Samarqandda esa ko'p o'g'il bola dizaynerlarda. Sizda o'qimoqchiman bo'lsa uzr ukam deyman. Ko'p shogirdlar bor, shogird ustoz deb qabul qiladi. Instagramlarda yozib turadi, Dilnavoz masalan, o'g'il bola dizayner, boshqa anaqalar hamda. Lekin o'g'il bolalarni umuman aralashtirmaymiz. Ustozlikka ham, o'quvchilikka ham, o'zim og'rig'imdan kelib chiqqan narsa bo'lgani uchun dunyoqarash, tarbiya baribir shunga taqozo qiladi. Men o'zimga o'xshaganlar kelyapti sizga o'xshab. Menimcha shu qadriyat ustuvorligi zo'r bo'lgani uchun ham sizni qattiq anaqa qilib qolganman, yaxshi ko'rib qolganman, keyin shu yerdan keta olmayman. Betdagi energetika shunaqaki, o'ziga jalb qilib tortib oladi, lekin qo'yib yuborgisi kelmaydi-da. Sardor o'zi ham, turmush o'rtog'ingiz ham aslida o'shaning uchun ham bemalol sizni bizga topshirib berganlar. To'ppa-to'g'ri. Chunki shu tarafi ham bor. Turmush o'rtog'ingizni men yaqindan bilganim uchun ko'p hamkorliklar ish bo'yicha qilganimizda
uni xarakterini bilardim. Xotinini hamma joyga ham qo'yib qo'ymaydi, lekin Gigu moda akademiyasi aynan o'sha o'zbekona rashqchi, yomon anaqa qattiqqo'l erkakligi juda ham mos Zo'r yechim. ayollarini, qizini berishga-da. Hatto mana o'zimda ham o'quvchilar o'qishyapti. Men bozorga tusha olmayman, lekin chetga kelaman, deyaptilar. O'quvchimlar, erlar shunaqa rashk qilar ekanlar. Men bozorga tusha olmayman, lekin bu yerga kelishimga ruxsat bor. Voy, zo'r-ku, ikkalovi ko'chaga chiqish, lekin ana erkaklarning orasida yurmasdan ayollarning o'zini muhitida. Bu zo'r. Men institutga topshirish xohlamaganman. Chunki mana shu qadriyatim menga qarshilik qilgan institutga topshirishga. Men kollejda ham даже hammasi qizlardan iborat kollejda topib o'qiganman o'zim borib-da. Menga nekomfortni shunaqa boshqa begona erkaklar bilan даже ko'chada ham yura olmayman. Shuning uchun ham mashinada haydayman, menimcha. Yo'q, to'g'risi, nekomfortni. Shuning uchun mashina haydaydi. Yo'q, qo'rqadi. Bir xil ayollar rulda o'tirishga qo'rqishadi-ku. O'shaning uchun ham menga komfortnasi shu ayollar bilan ishlash, erkaklar bilan qanaqadir anaqa bo'lish kerak. Giguni aynan To'siq shu bo'lish plus kerak. tarafida deb o'ylayman. Shu katta plyusimiz. Akalar olib keladi, erlar xotinini olib keladi. Hozir уже sekin-sekin yoshlar onasini olib kelyapti, qaynanalarni. Ya'ni ular ham kelinlar bilan hadib, kelini bilan urishmasligi uchun oyisini olib kelishyapti. Bo'tdi chunkichi umuman chalg'iydi-da. Shunaqa. Katta ayollar ham o'qishyapti. Hozir umuman yoshlarga teng kelib, bo'ldi Jimila deganda, ular ham birinchidan yosharyapti, keyin kam kasalan bo'lyapti. Ish bilan, yengillik bilimlarni olish uchun odam переключиться qiladi deydi-yu. Shunaqa qilib, shundoq qilishyapti. Chalg'ishyapti. Kasb, hunar shunaqa narsa ekanda. Band bo'lasiz, miyangiz rivojlanadi, o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Bu yoshga aloqasi yo'q menimcha. Yoshlar kelsa ham, yosh kattalar kelishsa ham yoshini ahamiyati yo'q. Har doim to o'lgunimizgacha ilmdan qolish kerak emas ekan, o'rganish kerak ekan. Hozir bizda 3 ta smen bor-ku, bilasizmi? Birinchi smen yoshlar, uchinchi smen yoshlar, o'rta smenlar sizga o'xshagan kelinlarniki. Juda ham mos tushgan. 11dan 11:30 da boshlanadi va 3 gachami tugaydi. Bog'chasiga bolalarini tashab, keyin bemalol uyga borib ovqatini qilishga ham ulguradigan o'rta smenimiz bor va unda asosan kelinlar o'qishadi. Ya'ni bola chaqasi bor, qaynanali, o'zbekona uyda yashaydigan kelinlar ko'proq o'qishadi. Juda ham mos payt deb o'ylayman. Juda ham ko'paygan oxirgi payt. Ular aynan kelinlarimizni mas'uliyatliroq bo'ladi, bilasizmi? Shunaqa. Zo'r natijalar ko'rsatishadi. Imtihonlarda ham ular yuqori ballarni olishadi. O'shaning uchun yosh qizlarga aytaman-da, sizlar qaynanalar, erlaringlarni rozi qilib kelmaysizlar-da, ota-onanglarni puliga o'qiysizlar. Bular qaynanasi, eri qani nima o'rganding deb turadi. O'shaning uchun natijasi zo'r. Shunaqa. Ham o'sha yoshlikda o'tkazilgan vaqtda qadr bo'ladi-da. Behuda o'tkazilgan vaqt. Men hozir o'quvchilarimga ham aytgan bo'lardim, vaqtinglarni, energiyalarni ehtiyotini qilinglar. Juda ham ehtiyot qilinglar. Behudaga ketgan vaqtga kelgan achinishadi-da. Men misol uchun to'g'ri vaqtim behuda ketmadi, alhamdulillah, farzandlarimni katta qildim. Lekin o'sha vaqtda ham nimadirlar o'rgansam bo'lardi. O'sha hatto hozir aytmayman, tavsiya qilib onlayn bo'lsa ham o'rgansam bo'lardi. Vaqtinglarni behudaga sarflamanglar, ayniqsa yoshlar. Mana ota-onasi olib kelishadi, men havasim keladi. Jajjilar, o'smirlar o'qishadi-ku, o'shalarga juda men kichkina o'sha paytim muxlisani ko'zi bilan ko'raman-da. Shunaqa faqat qizlardan iborat joy u paytda biz kichkinaligimizda почти yo'q edi. Bo'lsa ham meni uyimga, qizlik paytimdagi uyimga nisbatan uzoq bo'lgan, borib kelish oson bo'lmagan. Keyin har bitta ayolning kasbi bo'lishi kerak haqiqatda. Chunki hayot bir tekis ketmas ekan. Shu sinovli paytlar kelar ekan. Sinovli paytlarda sizni hatto ozgina bo'lsa ham chalg'itib turish uchun bo'lsa ham, stressni yechish uchun ham qo'lingizdan nimadir kelsa, u sizni qaysidir
miqdorda olib chiqib ketadi-da. qarang, o'sha o'zi stressga kelish anaqasi ham asosan bekorchilikda bo'ladi-da. Agar o'zingizni hobbingiz, постоянно qo'lingizdan keladigan, tez-tez qilib turadigan ishingiz bo'lmasa, hattoki uyda bo'lsa ham masalan tikib, bekorchilikdan hech narsa bo'lmasa, faqat telefonda siz erim nima qilyapti ekan yoki qaynonam bunaqa gapirdimi yoki voy mana men bilan oshib ketishyapti yonimdagi, mendan yosh qizlar atelye ochyapti, men bu kattaroq xotin katta nima qilibdi, men bilan boshlagandi birga degan narsalar chalg'itib qo'yadi odam. O'zini kasbi bo'lsa, haftada 3 martagina bo'lsa ham haqqadir 2 soatdan, 2,5 soatdan borib o'qib kel. Prosta хотя бы o'zingni rivojlantirish uchun bor. Miyada yog'iga rivojlanish rostdan ketadi. Уже aytganingizdek, oldingi muxlisadan ko'ra hozirgi muxlisani xo'jayinim bilan ko'proq hurmat qiladilar deyapsiz. Oldingi muxlisa baribir qiziqishi yo'q, faqatgina bekorchilik uyda masalan ish qilgan taqdiringizda ham o'zingizdan kelib chiqib qayerga bordingiz, nima qildingiz, u bu degan narsalar bo'lishi kerak. Siz o'qisangiz yoki ishlasangiz, o'zi shundoq ulgurmayapsizmi? Eringiz bilan ishingiz ham bo'lmaydi. Qattiqligi farqi yo'q. Bo'ldi. Shunaqa ovqatimni yesa bo'ldi deb qolasiz. Shunaqa vaqtim yo'q, ishoning. Oxirgi paytlarda hatto o'rtoqlarim arazlab ham qolishyapti-da. Sen vaqt ajratmayapsan deb. Hozir mana 30 ga chiqayotgan bo'lsam, ayni mana shu yilimni karyeramni eng pikiga ko'tarilayotgan yillari o'sayotgan nuqtamni deb bilyapman-da. Men uni bilib gapirdimmi yoki o'sha gapimdan keyin shunaqa dedingizmi? Xodimlarga majlis qilganda aytdim-da, qizlar, hozir bizani 1 yil, 2 yil o'sish paytimiz. Gigu eng o'zini yorqin davrini yashab o'tyapti va bunda sizlarni ham taklif qilamiz. Biz chunki xodimlarimizga hozir o'qish metodologiya bo'yicha Dilafruza opa kelyaptilar, psixologimiz ishlayaptilar ustilarida. Undan tashqari ustozlarimiz, katta ustozlarimiz yaxshilab bilimli berishyapti. Turkiyalarda borib o'qib kelishyapti o'zligisicha. Ichlarim qo'yib ketdi sizlardan. Yosh bo'lib turib. Bizda unaqa sharoitlar yo'q edi desam. Hozir haqiqatda Gigu xodimlarini, Gigu komandasini o'sish payti bo'lyapti. Nafaqat brendda o'zini, balki xodimlarimiz, komandamiz. Shu gapdan chiqib aytyapsizmi, kelib chiqib yoki bo'lmasa bu gap juda kstati bo'ldi. U gap kstati. Meni hayotim bilan, Gigu bilan meni hayotim mana shunaqa. Shunda o'zi ko'z qo'ygandek moslashyapti. O'sadigan periotimga bu yerdagi periodim to'g'ri kelyapti. Menimcha valnada suzyapman. Bu yerdagi Gigudagi anaqa bilan ham, chunki shaxsiy hayotimda ham o'sish bo'lyapti-da. Shuning uchun agar turmush o'rtog'ingiz haqiqatda deb unga nima qilavermasangiz, fokusingiz unda bo'lmasa, o'zingiz rivojlanishingizda va ishlaringizda bo'lsa, o'qishingizda bo'lsa, erlayamchi bundoq qaraydi-da, уже sizga yaqinlashishi, mehribonchilik qilishi, ko'proq e'tibor berishi boshlaydi. Siz deb yopishurib, bekorchilikdan nima qiladigan bo'lsangiz, bu kelinlarga juda ham maslahat. Bolalarim bilan o'tirib qoldim deb o'ylayotgan bo'lsanglar, turmush o'rtog'im cho'tta e'tibor bermayaptilar deb o'ylayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar bilan shug'ullaninglar. Shunaqa. Psixologiya bilan shug'ullaninglar. Ozgina bo'lsa ham o'zingizlarni bilimlaringlarni oshiringlar, tikuvchilikka, giguga kelinglar. Mazza qilib o'qinglar va sizlarni vaqtinglar bo'lmaydi va turmush o'rtog'inglarni o'zi sizlarga alohida e'tibor berishni boshlaydi. Shunaqa. Oldingi muxlisada charchadim desam e'tiborsiz qolardim. Hozir charchadim desam bundoq qaranglar-da, qayerga olib borib keliyor, nima qilamiz? Mana shunaqa. Уже qadrlashni boshlaydi. Charchayotganim realni charchamayman-da. Charchoq endi yoqimli charchoq, alhamdulillah. Lekin уже haqiqatda boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaganlar. Oldinga nisbatan. Orada qarang, muxlisi keyin qaynanangizlar ham bir ruxsat bermay qo'ydilar. O'tlardan kirib, bo'tlardan kirib, Turkiyada ruxsat so'raganlaringiz. Voy, unda shunaqa qiyin bo'ldi. Qaynana bilan qanaqa qilib ruxsat olib Turkiyaga ketdingiz? Xo'jayinim turib berdilar, tanka bo'lib yana xo'jayinim turib berdilar. Men ruxsat beraman, o'qisin. Men bilan birga rivojlansin, baravar men o'sayman, chunki xo'jayinim ham o'zlari ham o'qiydilar, juda ko'p o'qiydilar. Tinmay biznesmenlarning kurslarida ko'p boradilar, hozir ham boryaptilar. Shunaqa hozir fikrimizda bir xil joydan chiqayotgani, men ham rivojlanayotganim ularga yoqayotgani uchun podдержка qilyaptilar-da. Bu erkaklarga muhim ekan. Ayoli yonida uni fikriga ham fikr bo'lishi, uni eshitishi, tushunishi. Erkak kishilarni aytishadi-ku, sevish kerak emas, tushunish kerak deyshadi-ku. Haqiqatda shunaqa tushunish kerak ekan, tushunib berish kerak ekan.
manimcha shu jihatim ularga yoqayotgani uchun rivojlanishimni o'zlari xohlayaptilar. Hamma yoqda tanka bo'lib beryaptilar, to'g'ri tushuntirib. Baribir men eri podдержка qilib qo'llab-quvvatlaganidan tashqari qaynanaga yoqmasligi mumkin-da. Qanaqa bularni roziliklari novoz, hozir aytayaptilarmi, yaxshi ham o'qibsiz degan narsalar bormi? Hozir endi qarindoshlarimiz Giguda ishlayapsizmi qilishyapti. Keyin ha ishlamayman deyman. Balki ichlarida xursanddirlar. Har doim mana xursand bo'ladilar. O'zi hech ham bizdan nolimaylar. Oyijon juda adolatli ayollar. Boshida jahllari chiqdi, yoqmadi borayotganim Turkiyaga. Keyin ketdim, lekin borganimda shunaqa tatimasa-da, shunaqa ichim anaqa g'alati bo'lib yurdim-da. Gaplashdim, oyijon, anaqa men mani anaqa qo'ymang, mani noqulay anaqaga solmang, ahvolga solmang. Men o'qib qaytib kelaman, anaqa o'qib qaytib kelaman, tez kelaman deb amallab gapirib, kelganimdan keyin sovg'alar bilan kelib, yaxshi gapirib, har doim yaxshi gap, shirin ovqat, shunaqalar bilan ko'nglarini olishga harakat qilaman. Tikib berasizmi qaynanangizga? Hali yo'q lekin. Tikib bering. Tikib beraman. Kelinlar. Kstati, men parda tikib berdim qaynonamlarga. Mana shu gapni ham aytib ketdik. Tikuvchilar hamma narsa tikib keta olarkan-da. Вот stuliga chexol tikadimi, xo'sh, sidushka tikadimi, parda tikadimi, tikib keta olarkan-da. Oddiy pardachilar misol uchun andaza olishi, primerka qilishi, matoni to'g'ri tanlashi, balki qiynalishar. Endi bilmaydi deb hammani aytolmayman. Ko'pchilik o'zi tikuvchilar har xil yo'nalishda tikisha oladi. Demak, parda tikuvchilari kiyim tika olmaydi, lekin kiyim tikuvchilari parda tika oladi. Universalda bo'lib ketar ekan-da. Pardachilar vizov tashlaysizlarmi bizga? Urushamizmi? Musobaqalashamizmi desam? Kommentda qoldiringlar. Ha, izohlarda yozib qoldiring. Shunaqa. Parda tikib berdingiz, demak. Tikib berdim, ha. U ko'ylaklarga rosa yoqdi. Ha. Baribir qaynonalarga ko'proq mehr berish kerak deb o'ylayman. Puldan ham ko'ra, podarkadan ham ko'ra o'zingiz tikib bergan ko'yningizni, keliningiz tikib bergan ko'yningni kiyish qaynonalar uchun bu alohida mehr. Hammani yonida yig'inlarga borganda kelinim tikib berdi deb kiyishsa bu wow effekt. O'shaning uchun agar qaynonanglarni qanaqa ko'ynini olishni bilmayotgan bo'lsangiz, chiroyli ko'yning tikib beringlar. Abayami. Keyin qaynonamni o'zlari ancha yil oldin tikuvchilikdan o'zlari ham ustoz bo'lganlar. Shuning uchun menga muhtojlik joylari yo'q. Tikib berishimga o'zlari ham o'tirib tikadilar. Mendan zo'r tikadilar desam ham bo'ladi. Sizga vazifa muxlisi, baribir tikib beravering. Albatta. Anaqasi izohlarda bo'lishasiz, xo'pmi, nima edi, emotsiyasini, natijasini baribir boshqacha bo'ladi. Xohlasa. Men oyijonga o'sha nimadirlar tikib berishga harakat qilardim. Shunaqa qilib, ili o'zim maza qilardim, ular ham maza qilardi. Uchi gap u ko'ynakda emas-da, u olinayotgan e'tibor va mehrda. Kelinni baribir mehri boshqacha bo'ladi-da, qaynonalarga nisbatan. To'g'ri. Muxlisa, bugungi intervyuimiz o'zi ham faqatgina kelinlar, oila, qaynona, oila, bola chaqa atrofida bo'ldi va hozirgi paytda Giguda o'qiyotgan juda ham ko'p kelinlarimiz bor. Bolasi bilan eplolmayotgan bo'lishi mumkin. Bolasi bilan men xuddi eplolmayman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Qaynonasidan ruxsat ololmayotgan, qo'llab-quvvatlash ololmayotgan yoki bo'lmasam turmush o'rtog'idan tushunilish ololmayotgan, e'tibor ololmayotgan qizlarimiz, ayollarimiz, kelinlarimiz bo'lishi mumkin. Bugungi podkastimizdagi mavzular hammasi sizlarga juda ham katta motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hammasi o'zimizga bog'liq. Bizdan boshlanadi, butun oila baribir ayol kishidan boshlanadi. U kelin bo'lsin, u qaynona bo'lsin, u yoki singil yoki qiz bo'lsin. Shuning uchun biz o'zimizni ustimizda ishlab, rivojlanishga harakat qilsak, qolgan eshiklar ham ochilib boradi va eringiz, adingiz, akangiz sizni sekin-sekin tushunib, sizni keyin qo'llab-quvvatlashni boshlashadi. Siz uni qo'llab-quvvatlashini kutib emas, birinchi o'zingiz ustingizda ishlashni boshlang, keyin eshiklar ochiladi. Men shu xulosaga keldim bugungi podkastimizdan. Sizga katta rahmat. Kelinlarga yaxshigina motivatsiya bo'ldingiz deb o'ylayman. Inshaalloh, manfaatli bo'lsa xursand bo'laman. Ayolining, haqiqiy o'zbek oilasining kelinini karyera bo'yicha chiqish nuqtasi bo'ldi. Xudo xolisa hammaga foydali bo'ladi va sizlardan ham shunaqa natijalar ko'rib kutib qolamiz. Kelinlarimiz olg'a.